Oh, Bunu sen suvni Moskvada ichib qo'yibingmi, ya'ni iqtirmaysan? bu Raminsk rayonida yashaganlar-ku 05 baqlashgan qadrini biladi. Tak что menga siz bu to'g'risida savol bermak bo'l. Yo'q, ha? Konsert kunga. Ha. Barchaga assalomu alaykum aziz do'stlar. Hammaga zo'rsizlarman. Musofirda charchamay jiribsizlarmi? Yana bular nima shumliq boshladi deb o'ylab qolmang ayni. Nasib qilsa 31-may kuni, ya'ni shanba kuni, shu kelayotgan shanba kuni hammalaringizda rayon Raminskiy Chayxona Alibaba. Bir minut jim bo'lasizlar, bitta mamani ko'rsatdik. Nima deysiz? Ko'rsat. 31 мая в 9 часов вечера всех вас ждет в гости ресторан Алибаба по адресу станция Фабричная, район Раменска. Для вас будут петь и играть музыканты и, конечно же, танцевать Яна Дэнс. Всех ждем! Mamani ko'rdilaringizmi ayna? Bu mama faqat sizni men bizning xizmatga biz qartoq chalib turamiz ayna. Haligi meni garanqish bir ayna bor. Ana shon xizmatiga keladi. Yana kelib turib bir gapning tanishiman. O'l bul demang ayna. 05 baqlashga sizdan ayna olsin. Ayna kutib qolamiz. Keyin. Sen bu baqlashga deyatsan, mama saboy o'p ketmayman ish qilib. Mamani lekin saboyi yo'q. Faqat Ko'rishlarda. jeb ichida degandan shu yerda bo'ladi ayna. Yana saboy qilib ketib men bir hafta mama qaramayin. Iltimos sizlarga deb jondarding barcha yerda ekan. Yangilik bilan kutamiz hammalaringizni. Soat 9:00 da boshlaydi. Akshto yangilikning zo'ri bo'ladi. Kelaysizlar o'yin kulgishi. Endi qo'shiq bari qo'shiqda mendan o'taryam ayna. Keyin ayna hammangiz kutib qolamiz. Baqlashgan jashiraman ayna. Xulos kalom, ko'p gapirmaymiz. Hammalaringizni 31-may kuni shanba kuni yana qaytarib o'tamiz. Kutib qolamiz. Город Раменскийda. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling ayna.